Mana bugun biz Mirobod tumanidagi qurilishimizni ob'ektiga keldik. Bu yerda ancha yillik qadrdon akamiz Zarif aka bilan birga ishlayapmiz. Ishlarimiz bahosini o'zlari bersinlar. Zarif aka, yaxshi oqlabdilaringiz. Xudo xolasa uyaltirib qo'ymadi. 7-8 dan bolash oqlabda bilan ishlayapmiz. Uyaltirib qo'ymadi. Bizani Hammaga tashakkur qilaman. Rahmat. Bizani birinchi ispitani qilib bergan, ya'ni kolonna va rigelni birdaniga olish tartibini Zarif akam birinchi bo'lib qilib berganlar, ko'rsatib berganlar. Bizani esimizda shu aka shu sababdan qolib ketganlar va ancha yillik a'lo kачествоda ishlashlari biz uchun ham ma'qul. Zarif aka nima 2016-yildan beri ishlatasiz? Sifat bor, tezlik bor. Mana shu ob'yomni 3 kunda 3 kun bo'ldi. Men yugurmash olib 2200 kvadrat 3 kunda yig'dingiz. Qo'yil. Juda ham tez. Xudo xolasa men 2 kunda butun yig'amiz. Zarif akamni ko'pchilik taniydi. Zarif akamni qilgan ishlari a'lo darajada bo'lgani sababli ularni tanigan juda ham ko'p ustalar bor. Ularni yoritib boramiz, qilgan ishlari bilan tanishtirib boramiz. Platformamiz orqali buni kuzatsanglar bo'ladi.